Xorazm akademiyasini ekspeditsiya jarayoni tarixiy muzey hisoblanadi. Chap tomondan boshlab Xorazm vohasi tashkil topishi, kimda yashaganlar to'g'risida borib, bu yoqdan Mamnuniylar, Afrikalar sulolasi Zardushtli dini bayroqal to'g'risida keltirilgan ma'lumotlar. Barchalar yani Xorazm vohasida Afrika davridagi butun bir madaniy rivojlanish haqida ma'lumotlar. Keyin ikkinchi nima o'tganimizda Xorazm akademiyasi tashkil topishi, unda Xorazm shohlari o'rni butun ma'lumotlar. Xorazmlar Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sina to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Keyin Mo'g'ullar istilosi davrida Xorazm qanday bo'lganligi to'g'risida o'tganmiz. Keyin Temuriylar davrida Xorazm shohlar ya'ni davlati haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Bu yoqdan Xorazm xonligi, ya'ni Shayboniylar davri boshlanishi. Bu yoqdan Xorazm xonligining Rossiya istilosi davridagi tarixiy ma'lumotlar keltirilgan. Eksponatlar hammasi asl nusxada saqlanib qolgan. Bu yoqda Xorazm xonligining ma'rifat ishlarida shug'ullangan ma'rifatchilik harakatlari to'g'risida ma'lumotlar. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi davridagi ma'lumotlar. Shunda deb Xorazm davridagi xalqdagi mustaqil O'zbekiston davri. Bu yerda asl nusxada saqlanib qolgan eksponatlar. O'zimiz qo'ygan qala maketi hammasi butun bir tarixni gavdalantiradigan eksponatlar hisoblanadi. Haqiqiy boy